Bugun naq maydon taqtish ochdik bolalar. Sabab biz bir maslahat qilmoqchi. Maslahatchimiz maslahat qahva qiladi. Yo sening qanlang. Maslahat qilmoqchi, nimda maslahat qilgan yaxshi chiqyotdi, gap qiliva. Mardan. Uy, Mardanka. Bizning Mardan. Bizning Mardan. Nimdaymiz? Shahardashdammi? Ishmasanda adash. Mardan, ishmidaman sen? Telefon qarab o'tgan bo'lsam. O'ydi bo'lgan. Shu bugun biz mana bir maslahat qilmoqchi. To'yning gapi emas, lekin maslahatchi aydisizlarmi to'y deb o'ylab qoldi odamlar jiq. To'yning gapi emas, maslahat qilmoqchi, YouTube'ning maslahatini qilmoqchi. Chunki sorry, bu maslahatni qilmasak bo'lmaydigan yegatdi. Manda gap qaranglar bolalar. Erkin bilan ingliz tili YouTube kanalini bultur 2020 yılı 1. ayın 2. ayının 5'inde bir vaqtda başlagan. Hazır başlaganda 1 yıl bo'libdi bu kanalni ochqili, ichib video ishlab kelyapti men. Qanchalik video ishligimni uqmayman, ammo sizlarning qo'llashinglar bilan 3000 dan ortiq agar shu ishlar bo'ldi, bundan intayin xo'shal. But There's a but. there is a but. However, nimish bo'ldi desanglar, Kanalni sotmoqchi. Kanalni sotmoqchi emas, Jimotda mushbolni og'ziga setish elishdan boshqa gap kelmaydi. Nimish bo'ldi desanglar, men shunda japatat deb to'y bo'lmasa ketdi qo'y. Uyg'urga kesinsiz ketaver, ammo qanday to'y bo'lmasa ketdi qo'y deydi. Mana gap shu, men inglizcha o'rgatadigan mazmundagi videolarni boshlikdan tortib muntazam ishlab kelayotgan yaqin zamongacha. Ama şunda japat atıp işleyen güçlük kömüdünler. Bu haqlar kömüse onda sağan məblğim, sağan zeknim, israf qilgan vaqtim, energiyarim hamnasi ning foydasi bo'lmaydi da. Shundan o'tiribdi sal o'zgar chiqib baqay, bu qandaroq qilsam, o'zim chunki shu YouTube'da kanal ochib, video ishlab qo'yish amroqda, sen o'xshash, mabalga o'xshash, bu balning burundan tortib ochgan kanali bor. 2010-11lardan boshlab ochgan ismi Özlemden ismi? Nima o kanalning ismi shu? Özlemden ismi? O'zimning ismi nima deb ben. Bu ba'zi qillar bilmaydi. Emrin Rashid. Emrin Rashid. Ashundoq kelgan, ammo musiqani yoqib u japat atib ishlagan inglizcha o'rgandigan bir narsa o'rganinglar deb ishlagan videolarim tuzi ko'rilmagan bo'lgandan keyin azroq shaklni o'zgartay, mazmunni o'zgartay deb har xil taqdim bag'dan ketib qoldik. Onunda qiziqarli videolarni ishlab baqdik, vlog deb og'zimizga kelgan gaplarni qilib, turmushdagi atgandan kashkichi bo'lgan, naga berib, nada turgan, nima qo'yib, nima tutgan ham narsalarni ko'rsatib degandek ashla qildik, shaharlarni ko'rsatib baqan videolarni qilib baqdik, reaction videoni qilib baqdik, yana qanday video qildik. Sog'lomlik mahsulotlarini setib baqdik degandek. Qilmagan qilig'imiz qolmadi, oxirgi hisobda qanday videolar bakrak bozorlik bo'ldi degan chog'da shu to'y qilishga munosabatlik, muhabbatlashga munosabatlik, qiz-o'g'illar munosabatiga munosabatlik yoki g'ayvatga munosabatlik, shunday videolar bak ko'rildi, bak olqishlik bo'ldi. YouTube'dan xo dedi. Ammo inglizchaning bizning bugunayli degandek mazmundagi narsalar ko'rilmadi. YouTube shunday ekan, mening kaynimda ishtirishsan, ishlamsa, maqonning qanday qilsa deb kelishda nim qildi. Shuning bilan qanday qilamiz deb u yana o'ylab, bu yana o'ylab oxiri bu kanalning ismini English with Erkin'dan, Erkin bilan ingliz tili degan nomdan nimaga o'zgartirishni qaror qildim. O'zimning ismini qo'yish. O'zimning ismini qo'yib, Erkin Abdulaziz deb o'zgartirishga qaror qilyapman. Endi qarorini bermadim texe. Bu sizlarga maslahat qilayli, maslahat choy qilayli deb ochdik mana maydon taqtishni. Shunda unda bo'lgan ekan ko'z qarashlarini o'tirga qo'yinglar hamda, xap bo'lmay. Paranglashayli. Telefon sal mayma qolib qoldi, ekraninglar sal mayma qolib qolgan bo'lishi mumkin. Men ishda bo'lib qoldim, sharoit mashinasidan naga qo'ya olsak shu yoqqa qo'yib qo'yapmiz. Siz to'y izlagan bo'lsam, shunda pichasini buni qo'ysam. Nimda qo'ygamsa? Erkin seeking wife deb. Unda qilib bo'lmas. Bo'ladi. Bundan keyin qanday video chiqarmoqchi? Shu bundiki qanday video chiqarmoqchi? Nihoyat yaxshi savoldan birini so'radim. O'lash inimiz. Hizbchan inimiz. Qanday lifestyle qilmoqchi? Buningda biz hozir o kanalning ismini o'zgartdimda butunlay kanalning mazmuni o'zgarib ketmaydi, chunki bizning yashayotgan yerimiz Angliya.
Kunlik turmushimiz, ya'ni shu Angliyada bo'lgandan keyin kunlik turmushni tatib chiqargan videolarda inglizchadan ayrilib ketmaymiz. Chunki inglizcha o'rganish va o'rgatish tugab yo'qolib ketmaydi demakchi. U amon menimcha ozroq masxaramda ma'nodu. Ammo qanday mazmun chiqarmoqchi deganda lifestyle, ya'ni bütün aktif energiyalik, ijobiy energiyalik mazmunlarni chiqarmoqchi, hayotimizga munosabatli. Somebody request to join. Request to join. Xato biz qoldi. Bir aylan kiray debdi. Kirgin bor, naqmayda taqchiga deganlar, kirgin bor deb avvalsandan buldum. Şu mezmunu şu lifestyle'a o'zgartmoqchi. Buningda lifestyle bo'yicha qanday videolar ishlaymiz, sen bir tushuntirib. Ben bilmem de ne qilmoqchimizni. Endi men kunda bekor emas. O'zinglarning bilganinglardek Agar ya bizga asli shu recommendation qilib yozgan bo'lsa, taklif berib, bunda narsa, bunda mazmun ko'rgimiz bor degan bo'lsa. Endi men erkinning qoniga chiqganimga bir oy bo'lib qoldi, endi to'xtamay kiraverman. Yo'qsa, biz kiray dedi. Shu endi ko'rmanlar. Şu yaqinqi 2 oydan yaqin o'zinglar ko'rganinglardek bu İmran ba videolarimda birga ishlayapmiz. Agar inglizcha o'rganadigan narsa bo'lsa, birga o'tyapmiz, yoki bo'lmasa inglizcha emas boshqa mazmundagi videolar bo'lsa-mu, tan chiqib, qanday mazmun bo'lsa tan qilyapmiz. Chunki men hozir o'sha bir yerda yashayapmiz, Angliyada, Newcastle degan shaharda. Unda bo'lgandan keyin uni ustiga birga ishlaymiz, shunaqa. Birga ishlayapmiz bu proyektga. Oldirmaydimiz uni. To'g'risida ayrim paranglashimiz keyincha. Ovoz Saydab qoldi. Qaysar Kerim degan birsi ovoz bo'sh. Mashina urinib qolibdi-ku shu. Ovoz meni yo'qlab. Okay. Ovozi davomli qo'shish desanglar bo'ldim, bu mashina urinib qolibdi-ku. Mening boshmiya. Ba'zan boshqa qilgani ham. Chang gaplar. Nimda o'tadi? Bir projekt ishimiz qilyapmiz. Qilayotgan ishimizmi bor billa, u saydab qoldi, u to'g'rimi deymiz. Chunki bicha birga yashayotgan bo'lgandan keyin bundan keyin har qanday mazmun bo'lsa, lifestyle munosabatlik, ijobiy energiyalik, aktivlikni ham ijobiylikni tashabbus qildigan bir narsa o'rgatishim bo'lsin bo'ldi, o'rgatmaslik bo'lsin bo'ldi, ingliz tilida deymanda. Bu yerdagi sizlarni ishqib ko'rib, azroq bir ilhom oldigan, madad oldigan, aktivlikni oldigan mazmunlarni davomli qilib turamiz. Qilsak, yana shu birga qilamiz yaxsham. Xatlarni o'qitamsiz? Xatni o'qisam gapni kim qildi? Sen ya o'qimay ekansan, ya gap qilmaydi ekansan. Savol so'rab qo'ydim. Shu ovoz sal o'zgarib ketdi dedi. Obim sal o'zgarib qolgan, chunki men mashina qo'lini qolibdi ekan, telefonning ovozi. Uyg'ur Vibes davomliq o'ting inglizcha, boshqa ishlar, boshqa kanal ashquz bosh kanalga bek avarchilik bu. Açsınız-chu. Necha kanalni qilib bilish mumkin emas. Bir necha kanal emas, bir kanalni qilib baqsangiz bilsiz, bir kanalni yurgizish, bir kanal uchun video ishlashning o'zimi oson ish emas. Shu video ishlab baqalar bildi. Shunga inglizchani qilaveray desam, men nurg'un maslahat oldim, nurg'un shunday burundan tortib social mediada ijtimoiy aloqa vositalarida bir ishlarni qilayotgan kishilar bilan yoki bo'lmasam shu ijtimoiy aloqa vositalardan nom chiqqan kishilardan. Assalomu alaykum, Alloh qanday ahvolinglar? Va alaykum assalom. Bir minut turib gapini qo'lay-ya. Bo'ldi. Maslahat qilib qo'ygandan keyin shu shunday o'tgan darslarimni jabotat bo'lsam ko'mayotdi desam, unda o'zgart degan maslahat hammadan o'zgartdi, unda bo'lgandan keyin shu sizlarga o'ylash maslahat qilamiz. Shu gapni qilib o'tsak, o'ylash qonunidagi inimiz Yusufjongu deymizmi, ha? Ismi Yusuf. İstanbul'dan qatnashay deb kiraydigan tiyada bilib boramiz-da. Tushunamsizlar? Yo'q, xatisizga to'xtamamış edi. Qanday ahvoling ukam? Yaxshi, boshda shu sizlarning videolaringizni biz ko'rib, endi sen o'zing degandek shu boshda nima deymiz, ingliz darsi o'tib qilgandan keyin bizim ishadagi bolalar bilan bizim bir ich baqayli deb Aşkatoq shunday yaxshi ketib bordi, bu 2 oy olib qoldi, qo'llashim shunday yaxshi bo'ldi. Hemşad inalarimni yig'ib, menmo yaxshi videolarimni ko'rdim.
Nem to'g'riliq. Nim to'g'riliq mazmunni tushuntirdi. Ma ekran tuğan inimiz bolsa, özün YouTube kanalı var, ismi Olaş Çolaş YouTube kanalı ismi. Özün bir tushirayotgan kanalingni. Shu bizning kanalda ballar bilan shu 7-8 3-4 ballar nima ish qilsam mayli piknik qilamdiq, bir yerlarga chiqamdiq, bir yerda o'tirib qilamdiq. Ya'ni bizda ahvolni sunyapmiz YouTube kanalda. Asas ma'lum bir mazmunni tutdinglarmi, undaqa mazmun? Yo'q, asos bir mazmun tutuqliq emas. Masalan, ballarning oldin qitim yo'llagan videolar birga o'tirib paranglashdik. Bir yerlarga chiqqan shu o'lash 4-5 odam bir yerga kelsa nima ish qiladigan. Oldindan bir qizval xat yozibdi, nima deydi? Sizlarning kanallaringlarni ko'rib, ya'ni o'g'illarning qanday bir hayoti bor, shuni uqdiq deb shu gapni yozibdi. Yaxshi bo'pti. Men yerda bir aylan deydi, Angliyaning kulturi haqidagi madaniyati deydi, haqidagi munosabatli kulturi deydi, culture demakchi. Munosabat mazmunlar sizlar buldu. Umi buludu devamlı şu medeniyetga, turmuşqa, kunlik Angliyadagi hayotga munosabat narsalar buldu. Şu hamda tabiiyat onu da bayaq sualga javob kelgan shuni qo'ydim. Mau inimizning kanalini agar ko'rmagan bo'lsanglar kirib ko'rib yaqinlar o'lash, cho'lash deb yozsanglar chiqadi. Nayt ahmiyatlik. Hamda bularning alayda bir tutqan bir hozircha bir masalan ya inglizcha o'rgangan yoki rus tilini o'rgangan yoki manda deb random mazmunlar bor. Ammo shu bizning maqsadimiz nima? Mayli kitob o'qish qanday ochamsiz, inglizcha o'rgangan qanday ochamsiz, shu inlarimizdek o'lash deb qanday ochamsiz, nima deb aytsangiz yoki Veneradek usul o'rgatamsiz. Bizning hammamizning o'rtaq maqsadi, meningcha, endi men boshqalarga vakolatlik qilib gap qilmayman, meningcha hozir mayli Google kiramsiz, YouTube kiramsiz, nagalim ish qilib ijtimoiy aloqa vositalarga kirib Uyg'ur deb bossangiz, qiyacha, jig'izar, qayg'u, alam, uni hammamiz odamni depress qilgan narsalar jiq shu. Odamni tushkunlashtiradigan, odamni qayg'uga soladigan narsalar jiq. Biz endi bu dunyo, endi bunda dunyodagi Uyg'urlar bundan emas, unda real hayot bor endi. Lekin biz o'xshamagan bir taraflarni ko'rsatishimiz kerak. Sizlarga o'xshash, bizga o'xshash, hammamizga o'xshash, hamma odamning o'zining bir ortiqchiligi bo'ldi endi alayidligi. Har qanday bir odam o'zida bor bo'lgan ortiqchilikni, alayidliklarni, ijobiylikni, aktiv energiyani qo'ymasa, ko'rsatmasa, Uyg'ur deb kirsa, mushunday haq o'xshaydi, bu dunyodagi Uyg'urlar mushunday o'xshaydi deb o'ylaydigan gap. Onun uchun shu har bir odam o'zining tirishchog'ini ko'rsatish kerak. Shuning uchun shu qilyapmiz. İnşallah bundan keyin texim yaxshi o'tdi. Bu o'lash kanalidagi indilarimizning buni degan kanal texim yaxshi o'tishini umid qilamiz. Texim yaxshi tirishinglar, videolari yaxshi. Lekin mau yengida chiqqan Gollandiyada sizlarning kanaldagi bir balba ismini unutib qoldim. Alima? Aliya. U balmo video kirishtirishlari bek yaxshi. U balmo yangi ochdi kanal ismini unutib qoldim kanalning. Ama kirishtirishlar bek yaxshi shu kesib choplash, ovozlarni kirishtirib qilishlarchi, uni bek yaxshi qildi. U balning kanallarga kirib ko'rib baqsanglar bo'ldi. U balmi ham shu o'lash kanaldagi bolalar, o bir to'p bolalarning ichidagi bir sig'u deyman-a. Ha, biz dunyodagi ham boshqa bir Uyg'ur bolalarning, masalan, biz Turkiyada turyapmiz. O bala Gollandiya turdi, yani Misrdagi balalar chiqib, ash balalarning hammasining videosini yig'ib, mush o'lash kanaliga qo'ydigan bir narsani qilgandik biz boshda. Masalan, Turkiyaning go'zal, masalan, manzillik sayohat yerlarini tanishtirgan bo'ldik, bag'a yerlarimizga. Ya'ni YouTube'ni ochamiz, to'g'ri. Endi qarasak bu yerda har xil yangi odamning yurkini og'irtadigan narsa bor. Bizim o'ylab turmanda bir video yollasak, yani xalq ko'rib, yani kiloda deb o'ylaymiz biz videolarimizni. Shu azroq olsa bu xo'shalik xato qila olsak, shu bizning maqsadimiz shu. Mamiyada Gulfiyada bir do'stimiz bor Kanadadagi, u qizni yangi ochdi. Ferry in Canada mi? Life in Canada mi? Ismini unutib qoldim bu kanalning. Shu qizning kanaliga kirib ko'rib baqsanglarmi, o'xshamagan, masalan, qizlarning kundalik badanchiliklarni, turmushlarini qildi bu qizlar, lifestylesi bek yaxshi, shunda tomoqlarni chiroyli tomoq qildi. Açık hammadan yaxshi ko'radigan malachar xo'go narsalarni emas, axlat tomoq deb qo'ymayman, avlat axlat emas, hammadan yeydi qo'y buni. Ashta axlat tomoqlar nima edi? Nayt o'zini kutdi, demak ishmakka, badanchilik turishni qildi, o'zimi bak chiroyli qildi. Burun Turkiyada tug'an, Turkiyadagi talant musobaqasida qatnashgan, nima dedim? Got Talent bor-ku. Turkiyada Got Talent qatnashgan burun. Hozir Kanadada shu Fariya degan qiz shu, Gulfiyada
öz kanalını açıp, nayeti yaxşı mazmunlarını özü özünüz kiriştiramsiz bilmedim şu xil yaxşı sübətli işlənген videolar. Başqa bir xil lifestyle hayat, Uyg'urlarning hayoti tasvirlandi de. Şungalık hammadan Uyg'ur desa qayg'u hasrat, qiyachiya, zarli bo'lib turgan vaqtda mandaroq ishlarmi bor amaliyatimda. Unda qayg'u hasrat ham emas, Uyg'ur desa buningga tang emas deb degan mazmunlarni shu Gulfiyaga o'xshash yoki kimlar bo'lsa, hammanglar o'zinglarda bor bo'lgan ortiqchiliklarni paylasanglar, ham bakilsanglar degan umidda. Bizmi shu maqsadda men ham endi keyincha inglizcha o'rganadigan mazmunlarga keyin qaytib kelishim mumkin. Hozircha shu inglizcha o'tadigan dars mazmunlarni qilsam, siz ko'midinglar. Shu sababdan o'zgartib, mayli qiziqarlik bo'lamdi, boshqalar xo'shalik ato qiladigan mazmunlar bo'lamdi, boshqalar ijobiyliklar, aktiv energiya ato qiladigan videolarni kunda qilmasaqmi, ikki uch kunda birdan qilib qo'yib mengishni o'ylashyapmiz endi. Bir oyning bo'ldi oldida qilayotgan-ku har kunda bir. Kunda qilayotgan. Hozir bizning priority qilayotgan, fokus qilayotgan ishlar yo'q. Hozir oldida har qanday ishni priority deb bir narsa bo'ldi-ku. Har jiq ishlar bo'lganda qaysini oldi bilan qilaman, qaysi hammadan muhim degan narsani tutish kerak-ku. Albatta YouTube kanalini tashlab qo'ymaymiz, lekin hozir qilayotgan sal muhimroq bir ishimiz bor. Uni ayrim to'g'risida gap qilamiz. Bunun hayatı, mening hayotim, qilayotgan ishlarimiz, turmush, xizmat, savdo degandeklarning hammasini chiqib kelsakmi, kunda bir video, ikki kunda bir video ishlasak-mu, kunda har xil mazmunlar chiqadi. Shunga inglizcha o'rganishlar emas, sal mazmunni sarxillashtiraylik dedik. Buldu Yusufovkam, rahmat sana kirib, qatnashib berganingga. Unda emas, kirganimiz bir xo'sh deymiz. Rahmat bo'ldi. Shunda gap bola, o'zinglarning qanday taklif fikrlaringlar yaxshi o'ylabsizlar deydi Gulfiya degan qiz. Endi mencha biz o'zimiz chiqarib qo'ygan nimada deyna. Gulfiya, kanalingizning ismini menga yozib avatetinglar, men kanalingizning ismini unutib qoldim, bolalar deb beray desam, o'z ismimda chiqadi. O'zim kirishtirmadimmi? O'zim kirishtirmadim. Belik dipatdan gap qo'ysam shunda. Sorry. Ayliqi reaction videolarni qildik-ku biz. Shuningdek qilajaq inkoslar keldi bizga. Shunda yaxshi inkoslar keldi. Instagramga mutaqib haqlar do'stlar. Tunusaqmi. Yoshda reaction Uyg'urlarning chiqargan videolarga biz o'zimizning inkosini tatib chiqarsak, shuningga jiqrab qiziqamizlar. Yoki yan bir qitim qilaqtimizda financial education to'g'riliq bir gap qilgan. Shuningga qiziqqanlar lekin oxirini tushirmay qoldim. Mening qonunni chiqarib bo'lamidim ishlarnimi? Ya bu to'g'riliq, pul to'g'riliq bo'lamdi. So'ri chaqchaqlarga reaction qilib qo'yamdik yoki. Mencha bu ikkisi hozir aniqlik inkos bo'lgan. Yana birisi shu to'yga munosabatlik, oshmashqlar munosabatlik, g'aybat munosabat bo'lsa, bek shu ko'rib parslar shunda bir video chiqqanda ekan, ko'ruvchi montalab yusib ketadi. Keyindan inglizcha o'rganaylik desak, yo'q, hech kim kelmaydi. Shuni qilay deydi. Iqtisodga munosabatlik, pul tepishga munosabatlik bo'lsa-mu, ancha-muncha ko'rib qo'ydik ekansizlar. Unda bo'lgandiki biz asosini rahmat Adil, yaxshi davomlashtiringlar deydi. İngiliz, fransuzcha yozib qo'yibdi. Biz asosiy mazmunimizni iqtisod, pul tepishga munosabatlik mazmunlar. Anki qiziqarli mazmundagi videolar. Yana birisiga nima dedik ya? To'y qiziqarli yo. Iqtisod to'yni kunda qilib olmaydi denglar. Qilaydi shu bu yo'q. Onun devamını mı ayrım deymiz? I'm gonna change it to fitness channel. Kim o? Aylık Sedatxan. Gülfiyanın abim biz degan kanalının ismi Faria in Canada ekan to'q. FARYA Faria in Canada ekan to'q. I'm gonna change it to fitness channel deydi. Kanalımni beden tiniqtirgan kanalga o'zgartirman, mazmunga o'zgartirman dedim. Shunda qilingsizlardan o'chib qolgandan bizning hozir bizmi kunda baratdik. U to'g'riliq bizmi maxsus jim to'g'riliq ishlaymiz deb ben qiziq oldim agam deb babab tuxras. Bir kuni shuni bugun maxsus jim deb ketdim-ku. Badan chiniqtirish munosabatlik qanday qilganda to'g'ri unumli chiniqtiramiz degan. Ya shuni bir qitim degan biz bir vlogda degana. Turkiyada do'stlarim degan chiqamamsa qani chiqamadim so'rab ketganda shuni bugun ana qilamiz deb tayyorlik qilib, somkalarni olib, kiyimlarni olib, kameralarni olib jim nega borsak
shu kundan boshlab Angliyani taqiydigan butun Angliyaning jimlarini shu kundan boshlab taqabdi. Gap ketgani bu ishlarning virus to'g'rilab. virusning munosabati bilan, shuning bilan u video shu bitta yo'q bo'ldi. Endi hozir ijro deyotdi, kelar aytgan yana. Kelar deydi, qachon ichiladi? Kelar hafta deydi, balkim kelar ay ichish mumkin yoki bo'lmasa chiqib az qoldi. Bağımsaq bo'lmoqdek bo'lib ketdi o'zimiz. Shu uyda ancha-muncha chiniqatimiz lekin bu yolg'on gap bo'ldi. u xapima, men chiniqatman, sen-chi bodlamaga to'xtab qo'yay. Ashuna bo'ldi, shundan keyin u badanchaqtirish munosabatga mazmunlarni davomli bo'ldi. Badanchaqning nurg'un ahamiyati bor amaliyotda, jihatlar boshlayolmaydi. Qizg'iliqlar boshlasimi davomlashtirolmaydi shundaqmi? U to'g'risida gaplarni ayrim qilishimiz, Norvegiyadan taqoq. Hozir shu ham yerda taqoq vaqtga qarshi. Mirdan kam chiqibdi endi. Kim Gap deb bo'lgandan keyin Mirdan kam qachon chiqirsa, shu nimani fitnessni deb Mirdan kam birinchilik qilganchi. O'zimi nima fitness coach uyg'urcha nima? Badan chaqtirish Terneri Turkiyada. O'zimi nini musobaqalar qatnashib Lonqlarni. Lonqa beribdi-mi? Mana yo'q gapirib gulsab qo'yishdik. Lonqamgan nima deydi? Mukofot olgandan nima deydi? Nima demoqchi bo'lsa, sen qo'yapti. Ashqab mukofot olibdi hamdi. Lonqa. Ya sen tushunsan uni. Allohdan endi deb qiziqarli gapdan bir qilib. Tarixondagi ishlamaydigandan sen. Ya yana bir yil havo to'g'riliq. Gradus spektuan dedim men dedim. Unda gaplar barcha qaysi deyotgan sen. Merdan akam nima deydi? Voy. Sorry. Telefon chiqib ketdi. Pasta. Salom, qandoq ahvolinglar isil dedi. Lonqa desimi to'g'ri dedi, ma'qul. Lonqapti. Sizga salom. Tushirda avtomatik bo'ladi. Okay, Uyg'ur voy. Medal al. Medal degan gapni topolmay ketib qo'yganman. Gulni berdi, medalni berdi, ishqamiz. Ma'qul. Lonqa jiqqil bizda, lonqa jiqqil bizda. Medal olib ekan to'g'ri. Ashta gap shu badan chaqtirish munosabatlik, iqtisodga munosabatlik bo'ldi. Pul tepish munosabatlik bo'ldi. Andan keyin qiziqarli mazmundagi videolar bo'ldi va andan keyin shu oshiq, ma'shuq, g'ayvat, shikoyat hozirdan bir taqsa gap qo'yib o'tirib, chiqib o'tirib, g'ayvat qilib bersak, tazkirga o'xshaysizda. Bir training qilamdik ya g'ayvat degan. Almadılmı? Onun biz çıkmadık işimiz. Sen tömü kan bu. Sen kim bulsa, Abdülkerim ablamsa? İkisinden Ya biz kamlaştıramayız, madem kamlaştıramayız da ne? Miyat birisi pronunciation ma gapni qandaq talaffuz qilamiz. Pronunciation. Mana İngilizce çıkıp ketdi. Pronunciation degan gapni qanday deymiz? Pronunciation degani pronunciation deymiz. Ras gap shu waiting for fitness videos. Okay, İrfan salam. Fransiyadagi bir bala. Servanaz xo'shib ketdi. Azaldan shunda. Smiley face qo'ysa xo'shib ketdi. Yig'lab ketdi, kulib, ko'zi yosh chiqdi. Nima azaldan shunda? Nima azaldan shunda? Ha? Azaldan shunda qo'ydi. Nima azaldan shunda? Nima azaldan shunda? Qachon sport salonda working videoni ishlaymiz. Abim shu gaplarni qilishgan to'xmardan. Merdan ka shu deb bo'lgandikanlab sen kirding aka. Demak cho'qindim shu. Allohdan qilimiza qilmaganimizning sababi Angliyada viruslar bilan taqvatchi sumkalarimizni ko'tarib boraylik desak ham shu videoni ishlaymiz deb jimg'i borgan kunidan boshlab taqvat deganlar shu bilan qilmay ketdi qanda 3 oy 4 oy o'tib ketdi. 2 oy o'tib ketdi. 2 oy o'tib ketdi. Shunda keladi deydi ochilgan vaqtini degan Angliyaning. Boshqa vaqtida shaxsiy berib qaytadan chiniq qilsa. Bir 2 oyda 2 hafta chiniq qo'yilib badanini sal asli keltirib chiqamsak bu qo'saqni ko'tarib ham bog'lan olmaydi degan. Uyg'urlarning Norwegian degan bir kanaldagi birisi inglizcha video ishlamadingiz deydi. Shu biz ma kanalni ma live'ni Ahmeddan taqshi ochganni ham shu gapni qilishyapman. Ingliz o'tmaydigan emas, endi bu Angliyada yashayotgan bo'lgandan keyin qanday qarsam yo'qolib ketdingmi? Shu. İngilizce asli o'tmak shtuq, bir yilni yo'q o'tayotgandim.
baxtga qarshi shunda jafo tatib o'tsam ko'midinglar. Ben cık başla meselesi baksam, eğer hakla Uygurlar kömügen bolsa, onda cevap. Çünkü pek cevapsızcıkçı onu ders tayarlayman, alıman, filmga kayıt alıman, kayıt alıman, kayıt alıman. Kendini oturup kesip çaplap, oturup gitmen keçice. Anladın ki şu çıkarsam, 7-8 minutluk videonu çıkarsam, 200 adam, 100 adam, 300 adam, şunda körüp koyatınlar, bir hafta tayarlık kısam. Shundan men jiq o'ylashib, jiq o'zgartib, qilgan qilig'im qolmadi. Oxiri boshqa masala topsam bo'ldi. Unda Uyg'urlar ko'mgan bo'lsa, baribir shu Uyg'urlar ishlagan video bo'lgan ekan. Nimani ko'rgizgansiz shuni qilgin, inglizchani qo'ydi deb. Ammo biz ham Angliyada yashayotgan bo'lgandan keyin, o'sha hayotimiz tishga chiqsa qamiz shu bo'lgandan keyin, bu kunda davomli video ishlab yurish jarayonimizda, lifestyle videolar ishlash jarayonida aniqlam inglizcha o'rganishlar bo'ladi tabiiy holda. Shu qarsam yo'qolib ketdinglar, ko'rayotgan men. Ko'rayotgansiz burunqi videolarni ko'rib turib juvatmayman. Ammo yangi texmi yaxshi mazmunlarni ishlatishmiz. Ya ilaqi cho'qim bir ingliz to'g'riliqlar ilaqi video qilmay biz ilaqi kunlikni vaqtimizda gaplarni qo'shib qo'yamiz-da endi. Sen ilaqi mana gapimda deydi deb ham necha minutlik kirgizib qo'ysang. Arliqlar qisqartimiz lekin cho'qim mana bir dars to'g'riliqda qilmaydigan bo'ldi. Deb o'ylashyapmiz ki kanalning ismini English with Erkin'dan Erkin Ablis deb bizning ismini o'zgartmoqchi bo'laman. Uningda siz qanday savollaringlar bo'lsa so'ranglar, ideyallaringlar bo'lsa, taklif fikrlaringlar bo'lsa mishaga yazsanglar, shu maslahatni qilaylik deb ochdik bu naq maydon taqchini. Men ko'rayotgan tamoq qilib boqamsizlar ya. Shu ish qilgan Adilgam opamning tamoq etgan tash qilib qo'ysa. Ya, o'zi tamoq qildi-chu shunda. Senda qamlashtirmaymiz biz ashni sen qilgan yaxshi. Ba'zan talashmaydi. Bunu da qo'shilamiz. Ashta gap. Gap shu biz qilmoqchi tamoq ishlam qapti. Shuni yama o'ynaydi mabala, atgan uning munosabatli videolarım chiqib qoladi. Qo'llarni ko'tarsam, naqsh etish, uslanash munosabatli videolarni bak ko'rib yetislar bilamiz. Unda unimi qilamiz. O'g'illarning qanaqa kiyimlarni qanday kiyinib yurish, u cho'qim chiqadi. Qanday kiyim kiy. Men chunki mening xizmatim shu te, nechilarni yoqi Fransiyada va qilayotganim shu fashion industryda, o'sha moda kiyim nimasida ishlatma danglik Fransiyaning danglik markalarida ishildim. Bu erlarning kiyimlarida. Unda bo'lgandan keyin biz o'sha o'g'illar qanday so'rinda qanday kiyim kiyish kerak, qanday yerda qanday kiyim kiyish kerak degandek munosabat majmualarni qilamiz. Andan keyin skincare, ya ter asrash erlarning qanday teri va o'zini qanday bu qanday deymiz? O'zini yuzini qanday asrashdan, grooming munosabat shu groomingni ham qanday deyish qilmadim. O'zini qanday terisini va chiroyini qanday asrashdan shunga munosabatlik Mabaldek, mana. Mabalni chiroydek. Ya, yo'qmi? Grimni qanday qilsa? Grim qanday qilsa? Sizning ishlagan videolaringiz bek sifatlik, radlik, Norvik do'stlarimga ko'rsatganman. Shunga shunday sifatli videolar bek oz darslik o'rganishdi demoqchi. Shunda bo'lgan, ammo sizga o'xshash talishib turib ko'rdigan, boshqalar ko'rsatgan do'stlarimiz ancha jiq chiqmadi, nisbatan da, yaxshi jiq chiqmagandan keyin shunlarni sal mazmun o'zgartirish to'g'ri qildik. San gap qildik. Merdan aka. O'qiyamdimi? Motor danglar, ikkinglar. Men o'tiraman, babam o'tir. Qizlarning o'rnini boshqa dekmizda hamda qizlarning o'rnini boshqa dekmizda dedi Merdan aka. Azaldan bir solo qo'yganmiz. Mandara qo'ysak bo'lmamda. Ya bo'lasha turaversin. Ya Kasan aka Merdan aka. Ya deb qo'y. Keyin Kasan aka muskulning ishi bor. Videolarni ikkimiz tanishilsak, to'jinolda borganda ishlamabdi deyna. Kiyim kiyish videolarimiz yo'q bizda, unimi ko'ramiz dedi. Kiyim kiyishlar emas, yo'q, qanday so'rinda qanday kiyinib, o'zini tuzashtirib yurish, bu yerda endi yaqira. Başta deydi qo'y ikkimiz bir project prioritize qilyapmiz deb bilaqam. Hozir eng qo'l tutib qilayotgan, asosiy o'rin qo'yib qilayotgan ishimiz shu davasak bo'ldi. Bu maxfiy narsa emas. Instagramdan follow qilgan bo'lsanglar, fuqslar 12 maqom deb kiyim shirkatidan birini qurgan. Uni oldingi yil 9-oydan tortib bozorga solamiz deb hisoblamay ketdik. Bu Angliyaning taqib ketishini, buncha hozircha so'z etishini bilmay
mana 9-nji ay, mana 10-nji ay, mana 11-nji ayda chiqadi deb chiqib olmay ketdik, chunki mana zavodning ishlari hammasi uyda ishlayotganki zavod odam yo'q, Angliyaning zavodida odam yo'q bo'lganki kiyim yasaydigan shirkatlar to'xtab ketibdi. Shuni biz boshqa shahardan akirganga yo bo'lmasa o'zimiz tikadigan ishlarni hammani itilib boqdik. Tikadigan emas, ya'ni o'zimiz kiyimni o'zimiz tayyor qilganmiz. Kiyimning davomini chiqarib, masalan, markalarni, logolarni qo'yib ustiga tayyor qilganga. Degandek, endi shu kilatni dot ichib olsa ham ishlar hammasi o'zining xizmatiga chiqsa, factorylar ichilib ketsa, lekin Alloh xolsa bir ish gapni qilmay kiyimlar tayyor bo'lsa, shu to'g'riliq biz kiyimning ishlarini endi YouTube emas, endi shunda Instagram Reel yo bo'lmasa TikTok'dagi narsalarni ishlab chiqaramiz. Bu markamizning ismi 12 muqam. 12 muqam deb yozilib inglizcha. 12 muqam temasida kiyimlarni tayyor qilyapmiz. Bugun kiyim yaptık. Amino bir qaç videolarimda kiygan MQ deb yozilib turgan bunda maydisida shu logo shu. Shu MQ degani, shu muqamning bosh logosi, onun dışında 12 muqam deb bir logosi bor. 12 muqamning inglizcha yozilishi 12 muqam deb yana bir logo bor. Shu 12 muqam markasida shu nomda qizlarning, o'g'illarning kiyimlarini tayyor qilyapmiz. U kiyimlar yoki siz kashta so'rovlar kiyib borgan kiyimlar emas, yoki sakni kiyim emas, sakni chiqib o'ynaydigan u kiyimlarning qanday kiyimlar? U odatdagi streetwear kiyimlar, hamda odatdagi hozirgi har qanday shirkat bir kiyim boshlagan vaqtida hammamiz kiyadigan bir kiyimdan boshlamasak, sodimiz tezib qoladi. Shu streetwear degani kunlik turmushda uyingizda kiysangiz bo'ladigan, sirtlarga chiqsangiz kiysangiz bo'ladigan rasmiy. Lekin bizning nemish bunda so'zlik ketganning sababi biz sifatga bak diqqat qilyapmiz-ku. Ham Xitoydan akirmaydigan hech qanday narsani, hamma narsani yasamaydigan, hammasini mishadilan bo'lganga, Angliyada yo bo'lmasa Yevropdagi davlatlardan qilgan uchun keyin so'zli menga yevadi, chunki bu ishlar bek asli shirkatda taqagandiki, Yevropdan hozir Angliya hozir bir Yevropning ishida emas, Brexit bo'lgandiki, hamma narsani Yevropdan akirsak, har bir kelgan narsaga boj to'lab, har bir narsaning ustiga baland puldan pochta puli to'lab chiqim bek chiqib bordi yanchimizdan hozir. Shunga keyin surilib, sifatni demagan bo'lsak, biz nima chiqarib qoldik shu sifatni to'g'riliq keyin so'zib. U kiyimlarning loyihalashlari tiqib bo'lmadi. Yeah, initial design is ready. Initial dastlabki qadamdagi dizaynlari, loyihalari bor. Shu Instagramga chiqinglar, 12 muqam deb kirsanglar, ko'rsizlar. Lekin hammasi yo'q u yerda, masalan, xudilar yo'q, chiqamagan to'liq emas rasmlar. Qo'limizda bor bo'lsa-mu, to'g'ri chiqamadik. Shu kiyimlar bir ish gapdagi shu kutdi. Bir ish gapdagi kutsa bir oyda ele bo'ldi. Bir oyda qiyin qilamiz. Bak va'dani jiq berib ketdik. Bir ish gapdagi qo'limizga keldi. Qo'limiz kap bo'ldi. Eng oxirida bozorga sag'icha shu ish gapsi bir oy ketdi. Uning mahsulotining sifatiga, dizaynlariga, loyihalanishiga alayda diqqat qilib, bu made in qaysi davlat yasaldi deganni boshda Angliyada qilamiz deb turib, keyin u muqaqmay Yevropada qilamiz, shimg'ada Turkiyada ish qilib oxiri qilyapmiz, u xabarlarni yetkazamiz. Qanday style, qanday fasonli kiyimlar desanglar, shu kunni kiydigan yoki bo'lmasa shu street t-shirt cho'qim bor, lekin sweater, jumper ham tushensanglar. Endi uni uyg'urcha maqolada deydigan doppisi bor. Mayka, manodek mayka yoki manodek mayka yoki doppisi bor mayka yoki bo'lmasa t-shirt, degan ishdan bo'lishi mumkin. Paypoq, shapka degan maska, shapka degandekchi. Hozircha shu, ammo bizning alaydigimiz 12 muqam bo'lgan bilan u yerda yo atlas yoki konvoy. Biz uyg'ur buni ham keyin desak to'g'ri, lekin nada qo'ymaymiz. Biz uyg'urlarning markasida bilan hozir na qarsak uyg'urlar atlas shiltidi. Shuna uni fikrimiz biz hammamiz uyg'ur bo'lganki, bizning o'zimizning millatidan chiqqan narsa atlas deb so'chilib deb deydi. Lekin bizning buni alaydigan meni alaydigan men uyg'urlarning markasi bo'lib chiqdi, lekin unda atlas hech qanasini ishlatmay bir tuntay deb qilmoqchi. Ya'ni buni keyin detail tiqim qurilishi inchiklab tushuntirib qo'yamiz endi. 12 muqam deb tanlaganning sababi biz 12 muqam deb 12 muqamning rasmini to'ttirjak qilib choqlab chiqarib unda hammadan muzika chapotda rasm yo'q. Hozir na kimni qarsanglar uyg'urlar boshlagan markalar qarsang muqam deb oldi choqlab yo keyinlik choqlab
hozir neni odam doğurgan mening markamni doğrab ishlagan ismdan da doğragan şirketler bor hozir demay ularni. Hamda bizning markamiz trademark qilib qo'ygan. Demakchi o'g'lim shu unda oddiy narsalar emas biz qilmoqchi bo'lganmiz. Unda qalbimiz kelgan unda xayolancha har qanday uyg'urlar qila oladi. Oldimizga muqomni choplab bilan atlasni choplab bilan salsaq bo'ldi deb. Hamda undan yaxshi ko'rganlar bor. Demakchi o'g'lim hamda biz unda oddiy qilishga unda undalarni yaxshi emas deganimiz emas. U kim nimani xohlasa qilaversin, ammo shu xil bir o'rtaqlikdan sal chetnab chiqqan o'xshamaydiganroq shaklda o'zimizdan unik bir tutgan yo'limiz bor. O'zimizga xos tutgan yo'limiz bor degan. Demak, bu yerda atlas yo'q bizning kiyimlarimizda, Uyg'ur 13 muqom bo'lgan bilansizmi? Ya kanva yo'q yoki ashundaq odamlar sazchab o'tgandan rasmlar, bunday narsalar yo'q. Shu Instagram kirib hozircha qarab baqsanglar bo'ldi, butun rasmlarning hammasi chiqib bo'lanmidi? Davomli agishib olsanglar, shu 12 muqom ya'ni 13 muqom degan Instagram betida eng yangi xabarlarni uchurlardan xabardor qilib turamiz. İnşallah. Unda olsa Fatih'ında görüşeyli, hoş xabarlarni kutinglar. Unda olsa yangi videolarimiz bilan yangicha oldi görüşeyli. Xayr xo'sh. Salom. Sorry.